Yuk tash bilan shug'ullanadigan obunachilarim dod deydigani keldi mana. Bu Bongo rosa siz bopadan zakaznoydan mini Isuzu, lekin B pravida haydaladigan Bongo 3 1.200 2013 propan motor. Videoga bitta like bosib oxirigacha ko'ring. Buni ko'rgan odam gazel deb o'ylaydi. 370 uzunlikda, shtorka tentlar bilan Namanganlik obunachimga qarashli mashina hamma yo'g'ini ko'rdim. O'rtoqlar, radnoy bo'lyapti mashina, radnoy mana tegizib qo'yilgan 100 ga 100. Butun mashina, habilit 100% yangi balonlar. Oldi qismlari chotki. Mana bu yerni asosiy qilib qo'yilgan, sepkil bo'lganligi uchun ichini ko'rdim. 100 ga 100 pechat. O'ta go'zal holatda mashina. Mana bu yerlari hamma yo'g'i butun. Qarang chizilgan. Radnoy, yangi balonlar. Mana bu alohida tema olib ko'ramiz. Yorib borgan bo'ldi, yorib borgan. O'zbekiston bo'ylab qatnayman deb taxlangandan pul zarur pul sotilyapti. Mana bu yerga alohida bitta like, podvetkalarga ko'ryapsiz. Kaziroklar bor, multimediya rol. Full ekan, 20 nimasin bu? Bak o'siydi, yopiladi, qarang, ulisiydi, sideni siydi, magnitofon ham vipska, mexanika. Buni qarang. Suv dachik, akkumulyator dachik, chexoli bitta yuvish kerak yoki o'zgartirish kerak. Bozorga tayyorlanmagan, yurib turgan mashina. Orqa balon R14, 13 bo'ladi bilasiz. To'rttasi mana bu diska $8. Ishoning $8 turadi to'rttasi. Diska baloni bilan necha pul turadi? Mana 14 qo'yilgan. 200 talik temir metan защитный. Tent. Orqa qismi задний dver furgon. O'ta baquvvat, ko'ryapsiz, защитный duga. Задний kameralargacha bor. Ichini bitta ko'ramiz. Ichi brus 80, 2 metr, 370 plus tushundingiz. Nech kuba bo'ladi bu? Kommentga yozib qo'yasiz. Yuk tashuvchilar menimcha bitta kalkulyatorga shu qara qildi. Starex motor V6 $2200 ga yaqinda o'rnatilgan Peregon motor. Kontur bo'lganligi uchun qarang, patrlar ham boshqa qo'yilgan. O'zini kichiklik qiladi. Standart tuzilgan. Zapaskasi mana bu yerda turibdi. Ramalari hamma yo'q butun, taglari hech qayerga chirilmagan. Eng qizig'i, zadniy mosi usilini, burovo truba qoqilgan. Bu degani mashina 5-6 tonnada ham chuliq qiyshaymaydi. Shu yerga alohida bitta like. Mashina o'ta go'zal, ideal. Balandligini qarang buni. Yukki ham oladi bu. 5 tonna spakoyni oladi o'rtoqlar. Narxiga keladigan bo'lsak, 2013 $16,300. Oz-moz kami bor. Faqat narxga sotiladi. Variant kredit vipga yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, video pastdagi egasining nomerini qoldiraman, telefon qiling. Qanaqa savolingiz bo'lsa, batafsil gaplashing. Bunaqa noyob topilma o'ta kam, bosib o'radigan joyda, to'g'risi. Har tomoni 100% tayyor. Ot toshima, hayvon toshima deysizmi? Gabarit, yuk, kranda yuk tushirasizmi? 100 ga 100 mashina hamma tomonlama tayyor. Like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Mana bu mashinani aniq olishga ulgurib qoling. Haqiqatan mehr bilan taxlangan zakaznoy.